Farg'ona viloyat adliya boshqarmasi, tuman shahar adliya bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari hamda fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlarini qayd etish organlari tomonidan 2025-yilda ko'plab salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, davlat xizmatlari markazlari tomonidan 2025-yilda 2 milliondan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatildi. Shundan 39 mingdan oshig'i xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirish, 34.608 haydovchilik guvohnomasi hamda 13 mingdan oshiq ID kartalar rasmiylashtirib berildi. Davlat xizmatlari markazlarining tuman shahar hududlarida joylashgan filiallari tomonidan 33 mingdan oshiq davlat xizmatlari ko'rsatildi. Aholiga sifatli va tezkor davlat xizmatlari ko'rsatish yuzasidan har bir tuman shaharlarda navbatsiz xizmat ko'rsatish maskanlari tashkil etildi. Mazkur maskanlarda 2025-yilning o'tgan 4 oy davomida 300 dan oshiq tezkor xizmatlar ko'rsatildi. Shuningdek, mazkur maskanlarda 1-2 guruh nogironlik bo'lgan shaxslarga, homilador hamda 3 yoshga to'lmagan farzandi bor fuqarolarga navbatsiz xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Tuman shahar fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlarini qayd etish bo'limlari tomonidan 2025-yilda 148.563 ta dalolatnoma yozuvlari qayd etilib, shundan 96.422 ta tug'ilish, 28.536 ta nikoh, 4.886 ta ajrim hamda 18.729 ta o'lim haqidagi dalolatnoma yozuvlarini tashkil etadi. Viloyatimizda o'rtacha nikoh yoshi 25 yoshni tashkil etib, 30 yoshgacha bo'lgan nikohlar 23.510 tani, eng ko'p nikoh Buvayda tumanida, 50 yoshdan yuqori bo'lgan nikoh 123 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich eng ko'pi Farg'ona shahrida tashkil etadi. FHDYoning yagona elektron arxiv axborot tizimining raqamlashtirish moduliga joylashtirilgan dalolatnoma yozuvlariga 264.486 ta jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsion raqami biriktirildi. Shuningdek, FHDYo bo'limlarida nikohlanuvchi shaxslar buyurtmasi asosida 80 tadan oshiq catering xizmatlari ko'rsatildi. Bundan tashqari, FHDYo bo'limlari tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda oilalarni mustahkamlash, nizoli oilalarni yarashtirish yuzasidan 500 ga yaqin targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan bo'lsa, 2025-yil davomida 8425 nafar nikohlanuvchi yoshlar oila va xotin-qizlar maskanlari orqali o'qitildi. 2025-yil 1-martdan 31-avgustga qadar o'tkazilgan hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi huquqiy aksiyasi davomida hujjatlarni tekshirish va xatoliklarni tuzatish burchaklariga 33.982 nafar fuqarolar tashrif buyurgan bo'lsa, 74.043 nafar fuqarolarning oila tarkibidagi xatoliklarga tuzatish kiritildi. Aksiya doirasida 194.658 nafar shaxslarning jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsion raqami olinib, oila tarkibi shakllantirildi. Bundan tashqari, viloyat FHDYo arxivi tomonidan 25 mingdan oshiq xizmat ko'rsatilib, shundan tezlashtirilgan arizalar soni 2534 tani tashkil etadi.